Assalomu alaykum. Bugun kanalim uchun birinchi videoni joylamoqchiman. Demak, birinchi video shashkani endi o'rganayotganlar uchun. Shashkani endi o'rganayotganlar mana bu holatda yutuq topishni bilishmaydi. O'shalar uchun bu videoni olyapman. Deylik, mana bu holat bo'lsa-chi. Ya'ni mana bu asosiy yo'l deyiladi. Asosiy yo'l raqibda bo'lsa bu holat durang. Bu holatda 5 tadan yurish beriladi. Har tomon, ya'ni ikkala tomon to'g'ri xod qilsa, bu nichya holat hisoblanadi. 5 tadan yurishni ichida ushlay olmasa nichya. To'g'ri xod qilish nichyaga olib boradi. Endi mana bu holatda-chi. Bu holatda qoidalar shashka qoidalari bo'yicha 3 taga bitta asosiy yo'l. Kimda 3 tadan kelsa shunda asosiy yo'l bo'lsa, mana bu asosiy yo'l hisoblanadi. Asosiy yo'l shunda bo'lsa, o'sha 15 tadan xod beriladi. 15 ta xodni ichida ushlay olmasa bu holat nichya bo'lib qoladi. Demak, biz asosiy maqsadimiz raqibni mana bu yo'ldan. Bu yo'lni olib bo'ldik birinchi. Damga chiqishdan oldin olganmiz buni. Keyin mana bu yo'lni olishimiz kerak. Ikkitalik yo'lni, raqibni ikkitalik yo'ldan chiqarib yuborish. Albatta mana bu yo'lni bermagan holatda. Undan keyin 3 talik yo'l deyiladi mana bu. Mana bu yo'l. 3 talik yo'ldan raqibni chiqarib olishimiz kerak. Shunda keyin asosiy ishga o'tamiz. Demak, boshladik. E1, J3. Umuman olganda farqi yo'q, qaysi yurish bo'lsa ham. Mana bu damkani chiqarib olmasak bo'ldi. Mana bu ikkita damkamiz bilan ikkitalik yo'lni olishimiz kerak. Raqib deylik, burchakka yuradi. Biz bu yo'lga kirdik. Raqib deylik, bu burchakka yuradi. Biz bu yo'lga ikkinchi toshni kirgizdik. Endi raqib burchakka yura olmaydi. Chunki burchakka yurgan taqdirda biz uni to'g'riga qo'yamiz. Raqibda bitta variant qoladi. Bu tomonga yurgan taqdirda bu holat ham yutuq hisoblanadi. Shu uchun raqib burchakka yura olmaydi. Raqib faqat ochiq joylarga yurishi mumkin. Bunga yoki bunga. Har qaysi holatda ham biz ikkinchi damka bilan bu yo'lni olamiz. Endi raqib bu yo'ldan chiqib ketishga majbur. Ikkitalik yo'ldan chiqib ketishga majbur. Biz ikkitalik yo'lni va asosiy yo'lni oldik. Endi keyingi masala. Biz 3 talik yo'ldan olib raqibni chiqarib olishimiz kerak. Bu holatda osonroq. Toshimizni bu yerga qo'yamiz. 3 talik yo'l ham, 2 talik yo'l ham, bittalik yo'l ham olindi. Lekin boyagi holatda raqib mana bu yo'lni egallasa, biz raqibni chiqarib olishga urinamiz. Bu yerga qo'yishi mumkin yoki bu yerga, umuman olganda farqi yo'q. Ikkala holatda ham raqib 3 talik yo'lni bermayapti. Endi esa raqibni 3 talik yo'ldan chiqarib olish uchun mana bu yo'lni olishimiz kerak. Mana bu va mana bu joylar asosiy hisoblanadi bu yerda. 2 talik va 3 talikni bog'laydigan 4 ta joy bor o'zi. Mana bu. Mana shu joylar muhim. Endi yurish navbati raqibda. Raqib bu yerga yurishi mumkin. Biz raqibni 3 talik yo'ldan chiqarish uchun mana bu joyni egallashimiz kerak. Agar biz damkani H8 ga mana shunday kodlar qilib tursak, A1, H8, raqib bu yerdan bu yerga qaytib yuraveradi. Shu uchun biz mana bu yo'lni olib qo'yishimiz kerak. Yoki raqib bu yerga yurgan taqdirda biz buni xuddi o'shani bu tomondan olishimiz kerak. Endi raqib faqat burchaklarga yura oladi. Mana bu burchak yoki mana bu burchak. Bu tomonda bo'lgan holatda ham xuddi shunday. Raqib faqat burchaklarga yura oladi. Bu burchak, yo'q, bunisi emas. Bu burchak va bu burchakka yura oladi. Unda deylik, har bitta vaziyatni ko'rib chiqamiz. Bu burchakka yurgan taqdirda biz bu damkani beramiz. Raqib bu damkani oladi. Keyin biz bu damkani beramiz. Deylik, raqib bu burchakka yursachi. Bunda ham xuddi shunday, biz bu damkani beramiz, raqib bu tomonga oladi. Bu damkani beramiz. Yutuq. Endi bizda ikkita variant qoldi. Bu burchak yoki bu burchak. Bu asosiy masala. Deylik, raqib E1 ga yurgan taqdirda biz 3 burchak yasaymiz. Mana bu holat trigonik Petrov 3 burchagi deyiladi.
asosiy qoida endi bu osonroq bo'lishi uchun mana shu holatda uchburchak yasagan holatimizda uchburchakni uchqur tomoni, ya'ni mana bu uchburchak yasadik, uchqur tomonida raqibning toshi turishi va yurish raqibda bo'lishi kerak. Asosiy qoida. Yo'q, yurish raqibda bo'lmagan taqdirda ham yutuq, lekin yurish raqibda bo'lsa osonroq bo'ladi. Yoki boyagi holatga qaytamiz. Raqib bu tomonga yursa-chi degan savol tug'iladi. Biz mana bunday holatda uchburchak yasaymiz. Uchburchakning uchi, mana uchburchakning uchi raqibga qarab turibdi va yurish raqibda. Deylik, yurish raqibda bo'lmay qolsa-chi? Savol tug'iladi o'zidan o'zi. Yurish raqibda bo'lmay qolsa, biz kutish xodi qilishimiz kerak. Tixi xod deyiladi. Kutish xodi qilishimiz kerak. Kutish xodi qilmasak ham yutuq bor, lekin bu endi boshlaganlar uchun qiyin. Shu uchun osonroq yo'li raqib kutish xodi qilib, biz kutish xodi qilib, raqibning yurishini tempni almashtiramiz. Raqibga yurish xodi o'tgancha kutish xodi qilamiz. Raqib bu tomonga yurishi mumkin. Biz yana bitta kutish xodi qilishimiz kerak. Raqib endi yoki bu tomonga yurishi mumkin. Bu tomonga yursa, biz yuramiz va yurish xodi raqibda. Bu tomonga yursa-chi? Bu tomonga yursa, uchburchakni uchun raqibga qaratib yasaymiz va yurish xodi raqibda. Qaysi tomonlarga yurishi mumkin? Endi o'zidan-o'zi savol tug'iladi. Mana shu yerda yana bir qoida. Raqib qayerga yursa, damkani o'shaning ro'parasiga qo'yishimiz kerak, o'rta yo'ldagi damkani. Raqib bu yerga yursa, biz damkani uning ro'parasiga qo'yamiz. Mana bunday. Faqat qaytish varianti qolyapti. Qaytsa, bu damkani beramiz. Qoladi. Keyin bu damkani beramiz. Oddiy yutuq. Demak, o'sha qaytisiga qaytamiz. Mana bu holatda edi. Adashmayotgan bo'lsam, bu tomonga yursa-chi? Bu tomonga yursa ham xuddi shunday ro'parasiga damkani qo'yishimiz kerak. Raqib bu yerga va bu yerga qaytishi mumkin. O'rta yo'lga qaytsa ham, bu tomonga qaytsa ham bir xil bu damkani beramiz. Bu tomonda xuddi shunday o'sha damkani berib, keyin bu damkani beramiz. Yutuq. Deylik. Ikkitalik yo'lni olishimiz kerak. Raqib deylik burchakkacha yurdi. Umuman farqi yo'q, qayerga yurgan taqdirda ham. Biz asosiy maqsadimiz raqib qaysi xodni qilsa ham ikkitalik yo'lni raqibdan olib qo'yish. Ikkinchi toshimizni ham o'sha yo'lga olib kiramiz. Bu tomonga yurish mumkin. Bunda sirali ikkitalik yo'lni olamiz. Bu tomonga yurishi mumkin. Buni bu tomonga qo'yamiz. Endi raqib bu tomon. Raqibda burchakka yurish variantlari ham bor. Boya biz bu variantni ko'rib chiqmadik. Bu tomonga yurish variantini ko'rib chiqdik. Bu yoqqa yurgan taqdirda buni beramiz. Va bu tomonga yurish variantini ko'rib chiqdik. Bu tomonga yursa biz u yana shu tomonga yurmasligi uchun olib qo'ydik va undan keyin yutuq ko'rsatib o'tdim. Agar burchakka yursa-chi degan savol tug'iladi. Burchakka yursa, boya aytib o'tganimdek, 3 talik yo'lni olish qoidasi. Birinchi bittalik yo'lni oldik, keyin ikkitalik yo'lni oldik. Endi 3 talik yo'l. 3 talik yo'lni olishimiz kerak. 3 talik yo'lni olish uchun bizda mana bu yoki mana bu variant bor. Videoda aytib o'tdim, adashmayotgan bo'lsam, mana bu yo'llar muhim deb. Mana shu yo'llarni oldik mana. Yoki bunday, buni farqi yo'q. Yurish raqibda. Deylik, mana bu holatni ko'raylik, sal qiyinroq bo'lishi uchun. Yurish raqibda biz bu yoqqa yuramiz. Endi o'zimizdan savol tug'iladi. Uchburchakni mana bunday yasasak-chi? Bunda ham yutuq bor, biroz qiyinroq. Uchburchakni bunday yasaganimizda ham yutuq bor, lekin qiyinroq. Shu uchun men endi boshlovchilar uchun kutish xodini maslahat beraman. Kutish xodi raqib bu tomonga yoki bu tomonga yurishi mumkin. Xuddi boyagi holatga keldik. Biz asosiy joylarni olganmiz. Ikkitalik va uchtalik yo'lni bog'laydigan yo'llar. Raqib bu tomonga yursa, uchburchak yasaymiz. Uchburchakning uchi raqibga qarab turibdi va yurish xodi raqibda. Raqib bu tomonga yursa, biz uchburchakni mana bunda yasaymiz. Uchburchakning uchi raqibga qarab turibdi va yurish xodi raqibda. Bu yutuq vaziyat. Agar videoda kamchilik yoki qaysidir holatlarni ko'rmayotgan bo'lsam, kommentariyaga yozinglar. Video yoqimizga like bosinglar. Agar qaysidir holatlar unutilgan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Shu bilan videomiz tamom.